Do'stlar 2026-yil 26-may sanasida video olyapmiz. Primaya do'stlar. Ko'pchilik savollar tug'ilyapti. O'rigimiz so'g'irib ketyapti deb. Bir mana so'g'irgan sababiga o'riklar 70 ming, 80 ming, 40 ming bo'lib ketdi. So'g'irgan sababiga oshib ketdi narxlarimiz. Ana mana so'g'ib kelib qoldi. Mana do'stlar, bu so'g'ib urmas ekan. O'riklar. Ammo buni o'tgani ham 30 mingga sotgan. Mana 40 ming so'mdan o'tgali 30 ming sotganman deb. Yil kamlik sababiga 40 ming so'm bermayapman deyapti. O'rikni eng kichkinasi ham tuxum bo'lib ketadi do'stlar. Mana ko'rishlaringizki tuxumdan katta. Xudo xolisa uzilayotganda ham necha pul sotilyapti qo'yib o'taman. Mana so'g'dan keyin aka bir tut ko'rsatyapsiz deganlarga mana olib kelib ko'rsataman. Kiloga ham zo'r o'tiradi. Mana kiloga ham zo'r, ham qoqi bo'ladi. Primaya degan o'rigimiz so'g'dan keyin qilgan holat. Bir dona so'g' urmaydi deyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin holati. 3-yoshda 30 kilo, 40 kilogacha yuki bor. Mana akamiz 40 mingdan bermayapman deyapti hozir mana shu o'riklarni. O'rikni qaranglar do'stlar, hali yetilgan yo'q. Tuxumdan katta bo'ladi. Eng kichkinasi tuxumdan katta bo'ladi deyapti. Ammo pul bo'lmagan yilda ham shabaqdan 3 barobar qimmat shunisi zo'r ekan. Ham qoqi bo'ladi deyapti. Qoqi ham bo'ladi, ham rasi yaxshi tutyapti. Pamadasi bor. Mana birisi kuchli, mana o'rik. O'rikni ko'ringlar kattaligini. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, o'rik rangni ko'ringlar buni. Buni maqsad reklama qilish, ko'chatlardan ko'paytirib qo'ygan, nomerlar qoldirib ham ekishlarni tavsiya qilamiz. Mana ko'p joyda o'riklarni so'g' urib ketdi, lekin mana bu qilganini ko'ringlar mana. Holati. Mana qarang. Hali bitta ko'rsatyapsiz deb nima qilganlarga o'rikni ko'ringlar, muqarriylar. Tuxumdan katta hozirgi holati. Qanaqa so'g' bo'ldi ana mana so'g'. Bizda ham o'rik yo'q mana. Mana ulardan ko'rsatib qo'ying mana. Qilganini qaranglar. Xudo bozorini bersin, akamiz mana 2 gektar bog' bor deyapti. 5-600 millionda ag'da pul qilaman deyapti. Buni qilganini ko'ringlar mana. So'g'dan keyin tuxumdan ham katta, chunki ham qoqi ham bo'ladi deyapti. Rossiya ham yaxshi tortyapti. Buni ko'ringlar kattaligini. Bu o'rikni rangini qaranglar. Hali yetilgan yo'q. Uzilayotganda necha pul sotilyapti qo'yib boramiz. Do'stlar, videolarga like bosib, videoni tanishuvlarga bitta ulashib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.